Keling, Rodrigo Manchesterni larzaga solib Real Madridni finalga olib chiqqan o'sha dahshatli kechaga yana bir bor sayohat qilamiz. 70-daqiqada mehmonlar hisobni 0-1 ko'rinishiga olib keldi va ikki o'yin yig'indisida ustunlikni yanada mustahkamladi. 67-daqiqada Carlo Ancelotti Rodrigoni Toni Kroos o'rniga maydonga tushirgandi. Realga kamida 2 ta gol kerak, ammo hech kim Real Madridga ishonmayotgan edi va shunda keyinchalik Bernabeu sehrlari deb ataladigan mo'jiza boshlandi. 90+1-daqiqa to'p jarima maydonchasi ichiga uzatildi. Rodrigo gol! 1-1. Stadionda impuls ochdi. Oradan 1 daqiqa ham o'tmadi. 90+2-daqiqa. Uzatma bo'ladimi? Voy, mana bu shedevrni qarang, yana gol, gol. Yana Rodrigo. Comeback kerakmidi sizga? Mana Madrid, mana qaytmoqda. Wow, qanday o'xsham bu. Qo'shimcha bo'limda City ruhiy jihatdan sinib bo'lgandi. 95-daqiqada Karim Benzema penalti ishlab oldi va o'zi aniq zarba bilan gol uradi. Chempionlar Ligasida ba'zan hamma narsa soniyalarda hal bo'ladi. O'sha kecha esa aynan o'sha soniyalar Rodrigoga tegishli edi. Ha do'stlar, Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi bahslar bu Yevropaning klassikosiga aylanib bo'ldi. Bu safargi Real City bahsini televizorda ko'rishga imkoningiz bo'lmasa, hoziroq sahifamiz biosidagi Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, o'yinni sifatli va jonli efirda birgalikda tomosha qilamiz.